Hurmatli talabalar, bugun biz sizlar bilan kompleks sonlar mavzusini ko'rib o'tamiz. Bunda avvalambor kompleks sonlar tushunchasiga ta'rif beramiz, uning turli ko'rinishlarini ko'rib o'tamiz, so'ng ular o'rtasida amallarni bajaramiz. Kompleks sonlar bizga hozirgi zamonda, ya'ni zamonaviy texnologiya davrida juda ham kerak bo'ladi. Biz foydalanayotgan qurilmalar, uskunalar hamda tovush to'lqinlari haqidagi kerakli ilmiy ma'lumotlarda oddiy sonlar to'plami bizga yetarlilik qilmaydi. Shuning uchun ham biz fanga kompleks sonlar to'plamini kiritganmiz. Avvalambor kompleks sonlarning o'zini nima ekanini ko'rib chiqaylik. Masalan, bizga berilgan ildizosi -64 sonini ko'rib o'tsak. Bu sondan ildiz chiqadimi yoki yo'q? Maktab darsligida ildiz ostida minus son bo'lsa, kvadrat ildiz ostida minus bo'lganda, bu sonimiz yechimga ega emas, bo'sh to'plam deb beriladi. Lekin oliy matematikada unday emas. Ya'ni -64 sonini ko'paytirishga ajratamiz. -64 ni 64 ko'paytirilgan ildizosi -1 deb oldik. Ildizosi 64 dan 8 chiqadi va biz o'zimiz -1 ni i kvadrat deb belgilab olamiz. Shunda i kvadratimiz -1 ga, ildizosi -1 esa i ga teng deb olamiz. Mana shu kiritgan birligimiz bizda mavhum birlik deb ataladi. Bu mavhum birlik bilan biz ixtiyoriy mana bunday ifoda tushsak, bu bizda kompleks sonni beradi. Bunda z barobar x plus y, x kompleks sonning haqiqiy qismi, y esa kompleks sonning mavhum qismi deb ataladi. Endi kompleks sonlarda ham qo'shma hamda qarama-qarshi sonlar degan tushunchalar mavjud. Xo'sh, qo'shma kompleks son deb qanday sonlarga aytiladi? Agar bizga berilgan sonimiz z x plus y bo'ladigan bo'lsa, uning qo'shma kompleks soni x minus y bo'ladi. Ya'ni bunda faqatgina mavhum birligimizning oldidagi ishora o'zgaradi. Qarama-qarshi sonlarda esa ham haqiqiy sonimizni, ham mavhum sonimizning ishorasi o'zgaradi. Endi kompleks sonlarimiz ko'rinishi 4 xil bo'lar ekan. Birinchisi hozirgi ko'rinishimiz, ya'ni algebrik ko'rinish. Ikkinchisi vektor ko'rinish, ya'ni bu geometrik ko'rinish hisoblanadi. Uchinchisi trigonometrik ko'rinish hamda to'rtinchisi ko'rsatkichli ko'rinishi. Hozir biz birinchi bo'lib algebrik sonlar, kompleks sonlar ustida arifmetik amallarni bajaramiz. Birinchi amalimiz bu qo'shish amali. Qo'shish ikkita kompleks son berilgan bo'lsa qanday bajariladi? Demak, ularning haqiqiy qismlarini alohida qo'shib, mavhum qismlarini alohida qo'shib olamiz. Mana bu bizda formula berilgan. Xohlasangiz formulaga qo'yib yoki shunday ishlab ketsak ham bo'ladi. Demak, z1 ga z2 ni qo'shadigan bo'lsak, ularning haqiqiy qismlari z1 ning haqiqiy qismi -2,7, z2 ning haqiqiy qismi 6,9. Ikkalasini qo'shsak, bizda 4,2 paydo bo'ladi. Mavhum qismini qo'shamiz, 5i ga 11i ni qo'shadigan bo'lsak, 16i. Xuddi shunday ayirish amalini bajaramiz. Ayirish amalida ham haqiqiy qismlar alohida ayriladi, mavhum qismlar alohida ayriladi. Masalan, z1 13 - 7i va z2 -5 plus 4i sonlari bo'lsa, ularning haqiqiy qismi 13 va -5 ni alohida ayiramiz, 18. Mavhum qismi -7i dan 4i ni ayiramiz, -11i. Yangi kompleks son hosil bo'ladi. Endi uchinchi amalimiz bizda ko'paytirish amali. Ko'paytirish amalimizda berilgan kompleks sonlarni algebrik ifoda deb qarab, ikkalasini alohida xatma-xat ko'paytirib chiqamiz. Va shunda bizda a ko'paytirilgan s plus b i s plus a d i va plus b d i kvadrat hosil bo'ladi. I kvadratimiz -1 ga teng bo'lganligi uchun bizda b i kvadratning o'rniga minus qo'yib, b d minus b d sonini qoldiramiz. Misol ko'rinishda ko'rib chiqadigan bo'lsak, z1imiz 3 plus 2i va z2 7 plus 6i ni ko'paytirib chiqamiz. Xatma-xat ko'paytirsak 3 kere 7, 2i ko'paytirilgan 7, 3 ko'paytirilgan 6i, 2i ko'paytirilgan 6i. Bizda mana bu ifodamiz 12i kvadratni beradi. I kvadratning o'rniga -1 ifodani qo'yamiz hamda yangi hosil bo'lgan ko'paytmamiz 9 plus 32i degan kompleks songa keladi. Xo'sh, bo'lish amali ham xuddi shunday ko'paytirish amaliga o'xshab ketadi, faqat buning uchun birinchi navbatda biz maxrajni o'zining qo'shma kompleks soniga ko'paytiramiz. Ya'ni bizda s plus d i berilgan bo'lsa, uni s minus d i ga ko'paytiramiz. Shundan so'ng har xil amallardan ko'paytirishdan bajarib soddalashtiramiz. Mana misol ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. z1imiz 2 minus i, z2imiz -3 plus 2i bo'lsin. Ularni bo'lishda maxrajni ham, suratni ham maxrajning qo'shma soniga ko'paytiramiz, ya'ni -3 minus 2i ga. Shunda bizda maxrajda kvadratlar ayirmasi, suratda esa ko'paytma amallari bajariladi.
Xo'p, kvadratlar ayirmasini bajarsak, minus 3 ni kvadrati 9, 2i ni kvadrati minus 4i kvadrat, i kvadratni o'rniga yana minus 1 qiymat beramiz. Shunda 9 plus 4 ya'ni 13 hosil bo'ladi. Suratni ham ko'paytirib chiqib, soddalashtirsak, qo'shma i kvadratni o'rniga minus 1 ni beradigan bo'lsak, mana bu holatga kelib chiqadi. Xo'p, keyingi kompleks sonimizning keyingi ko'rinishi bu vektor, ya'ni geometrik tasviridir. Demak, geometrik tasvirida kompleks sonimizning haqiqiy soni ox o'qida, ya'ni haqiqiy o'qda joylashadi. Mavhum qismi esa oy o'qida joylashadi. Shuning uchun ox o'qini haqiqiy o'q, oy ni mavhum o'q deb ataymiz. Endi bizda kompleks sonning moduli mavjud ekan. Modulni biz R ko'rinishida belgilaymiz. Bu bizda kompleks sonning uzunligini bildiradi. Uzunligini topish uchun mavhum qism hamda haqiqiy qismning kvadratlarini qo'shib ildizdan chiqaramiz. Bizda bu kompleks sonning moduli hamda kompleks sonning argumenti bor. Bizda argument tushunchasi z kompleks sonning argumenti bu xuddi shu haqiqiy mavhum hamda haqiqiy qismlar bilan tuzilgan uchburchakdagi tangenasini qiymatini beradi. Biz xuddi shunday yozishimiz mumkin. Mana kosinus phi x taqsim r ga, sinus phi y taqsim r ga deb olishimiz mumkin. Endi bular ustida amallar bajaramiz. Demak, quyidagi sonning trigonometrik va ko'rsatkichli ko'rinishini toping deb berilgan misolimiz. Z 1 taqsim 2 minus 3 taqsim 2 i. Bizda bunda haqiqiy qism 1 taqsim 2, mavhum qismi minus 3 taqsim 2. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bizda sonning modulini topish bo'ladi, ya'ni uzunligini. Haqiqiy qismning kvadratiga mavhum qismi kvadratini qo'shamiz. Bizda bir soni chiqdi. Demak, bu kompleks sonimiz uzunligi hamda moduli 1 ga teng. Ana endi burchagimizni aniqlaymiz. Burchakni aniqlaganda bir kosinus phi hamda sinus phi ni aniqlashimiz mumkin. Kosinus phi haqiqiy qismning moduliga nisbati. Haqiqiy qismimiz 1 taqsim 2, modulimiz 1. Demak, kosinus phi 1 taqsim 2. Sinus phi mavhum qismning moduliga nisbati. Mavhum qismimiz minus 3 taqsim 2, modulimiz 1 ga teng. Demak, sinus phi minus 3 taqsim 2. Endi bu ko'rib turganingizdek, kosinusimiz musbat, sinusimiz manfiy qiymatga ega. Demak, bu bizda choraklarda 4-chorakka to'g'ri keladi hamda phi burchakni 300 gradus yoki 5 pi taqsim 3 deb olishimiz mumkin. Demak, bizda hozirgi z sonimizni trigonometrik ko'rinishi r ko'paytirilgan kosinus phi plus i ko'paytirilgan sinus phi r ni, ya'ni modulni hamda phi burchakni o'rniga qo'yib chiqadigan bo'lsak, kosinus 5 pi taqsim 3 plus i ko'paytirilgan sinus 5 pi taqsim 3 hosil bo'ladi. Chunki modulimiz 1 ga teng. Endi ko'rsatkichli ko'rinishi r ko'paytirilgan y darajasi i phi ga teng. Modulimiz 1 ga teng, phi 5 taqsim 3 ga teng. Mana shu ko'rinishga keldi. Men keyingi ko'rinishimiz bu trigonometrik kompleks sonlar ustida amallar hisoblanadi. Men birinchisi bizda ko'paytirish amali. Ko'paytirganda xuddi boyagidek modullarni alohida ko'paytiramiz hamda ichidagi kosinus, sinusni alohida ko'paytiramiz. Faqat bizda kosinusning burchaklar ayirmasi hamda burchaklar yig'indisi amallaridan foydalanamiz. Shunda bizda z1 ko'paytirilgan z2miz, modul ko'paytirilgan modulning birinchisi, ko'paytirilgan modulning ikkinchisi, ko'paytirilgan kosinus phi 1 plus phi 2 plus i sinus phi 1 plus f2 bo'ladi. Shunda misol ko'rinishida ko'radigan bo'lsak, z1miz 6 kosinus 70 gradus plus i sinus 70 gradus, z2miz 4 kosinus 25 gradus plus i sinus 25 gradus bo'lsin. Shunda ularning ko'paytmasi, ularning modullari ko'paytmasi 6 kare 4 24 hamda burchaklar yig'indisi 70 plus 25 95 gradus, sinusda ham 95 gradusda shu ko'rinishda yoziladi. Keyingi amalimiz bu bo'lish amali. Endi kompleks sonlar o'rtasida trigonometrik bo'lish amalini ko'rib chiqamiz. Z1 ni Z2 ga bo'lganimizda xuddi algebrik ko'rinishdagi bo'linma kabi mahrajni ham suratni ham mahrajni qo'shmasiga ko'paytirib olamiz. Qo'shmasiga ko'paytirganimizda mahrajda kosinus kvadrat phi 2 plus sinus kvadrat phi 2 paydo bo'ladi. Bu bizda 1 ga tengligi uchun keyingi bo'linmani umumiy mana bunday ko'rinishdagi formulasiga ega bo'lamiz. Xo'p, misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, xuddi shu misol o'rniga qo'yib chiqadigan bo'lsak, modullar bo'linmasi, burchaklar ayirmasi, kosinus sinus o'rniga qo'yilganda quyidagi ko'rinishga kelamiz. Xo'p, keyingi amalimiz bu bizda kompleks sonning darajaga ko'tarish amali bo'ladi. Ya'ni bizda muavil formulasi bor, xuddi shu formulaga qo'yib chiqamiz.
Agar z barobar r ko'paytirgan kosinus phi plus i sinus phi kompleksion berilgan bo'lsa, uni n-chi darajasini hisoblash uchun modulni n-chi darajasiga hamda burchaklarni n ga ko'paytirib shu ko'rinishda hisoblasak bo'lar ekan. Masalan, z barobar 3 kosinus 15 gradus plus i sinus 15 gradus kompleksioni 4-chi darajasini hisoblaylik. Demak, birinchi qiladigan ishimiz modulni 4-chi darajasini hisoblaymiz. Burchaklarimizni ham 4 ga ko'paytiramiz. Shunda 3 ni 4-chi darajasi 81. 4 ni 15 ga ko'paytirsak 60 gradus, kosinus 60 gradusimiz 1/2 ga, sinus 60 gradusimiz 3/2 ga teng quyidagi songa ega bo'lamiz. Xuddi shunday ikkinchi masalamiz z barobar 1/2 minus 3/2 i kompleksionning 10-chi darajasini toping. Bu kompleksionimiz algebrik ko'rinishda berilgan. Buni avvalambor trigonometrik ko'rinishga o'tkazib, so'ng Moivre formulasi yordamida 10-chi darajasini hisoblaymiz. Demak, trigonometrik ko'rinishga o'tkazish uchun avvalambor modulni hisoblaymiz, keyin argumentni topamiz. Modulni hisoblash uchun haqiqiy qismini kvadratiga, mavhum qismini kvadratini qo'shib hisoblasak, modulimiz 1 ga teng chiqadi. Argument topadigan bo'lsak, argumentimiz phi arctangens 1/a ga teng, ya'ni bu mavhum qismni haqiqiy qismga nisbati. Shunda bizda 5pi taqsim 3, ya'ni 300 gradus hosil bo'ladi. Kompleksionimizning trigonometrik ko'rinishi mana bu ko'rinishda. Endi uni 10-chi darajaga ko'tarsak, 1 ni 10-chi darajasi 1 ga teng. 300 gradusni 10 ga ko'paytirsak 3000 gradus bo'ladi. 3000 gradusni ichidan birlik aylana graduslarimizni chiqarib tashlasak, bizda 120 gradus qolar ekan. Kosinus 120 gradusimiz minus 1/2 ga, sinus 120 gradusimiz 3/2 ga teng. Demak, z ni 10-chi darajasi minus 1/2 plus 3/2 i ga teng. Shu bilan bizning kompleksion mavzumiz tugaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.